boshlanishiga endi men o'ylagandim, Nyu-York deyishgandi menga boradigan joyimni. Rostdan ham Nyu-York ekan, faqat city emas ekan. Ana balandparvoz nima deydi, shaharlar emas, bir chekka qishloq joydan Nyu-York shtatini. Nyu-York province bo'lganda shunda. Nyu-York state'da bitta village yoki shunaqa desa ham bo'ladi. O'sha birinchi shok bo'lgan narsa shu edi. Ya'ni men Nyu-York Cityga boraman deb o'ylagandim. Keyin bordim, ko'rdim. Birinchi ko'rgan narsa endi juda ham ko'p yashil zonalar ko'p ekan. Deyarli har bitta joyda bor. Havosi ham boshqacha. Birinchi meni hayratga solgan narsa maktab o'zi bo'ldi. Ya'ni maktabga borganimda menga как бы katalog berishdi kurslarni, tanla deyishdi. Men endi masalan O'zbekiston sistemasida o'qib kelganman 9 yil. Nima qilishni bilmadim, ya'ni qanaqa kurs bu yerda, nima tanlashim kerak, nimaga o'z tanlashim kerak deb. Keyin qarasam, yerda o'sha Amerika sistemasida yoki daily именно men o'qiydigan joyda kurs tanlashingiz mumkin ekan. High school bo'lganida. High school kirishidan so'raydi. Ha, shunaqa.